Assalomu alaykum barchaga. Kap-katta odam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ark Survival Ascended Scorched Earth xaritasida keyingi bo'limdamiz o'rtoqlar. Umid qilamanki, kunlaring yaxshi o'tayotgandir. Ro'za Ramazonlar bilan qiynalmayotgandirsizlar. Va o'rtoqlar, вообще boshqa bazadamiz. Judayam uzoq bitta stream bo'lgan. Adashmasam 6,5 soat stream bo'lgan bo'lsa, shu 5,5 soat Arkka bag'ishlandi-yu. Berilib ketib qolganimizni bilmay qoldik. O'rtoqlar, nimalar qilganimizni men yengil bir tepadan sizlarga bir ko'rsatay. Aka hech narsa qilmabsiz deyishingiz mumkin. Eski bazamiz mana bu yerda to'g'rimizda. Hatto xaritani ochib turib o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Ana shu eski bazani o'qib turib. Ana. Mana bu ham kerak emas, chunki o'chirsak bo'ladimi? Waypoints. Ana, xullas bu yoqda o'chirib, bu yoqda belgilab qo'yibmiz, to'xta. Waypoint qilamiz-da. Ana. Eski bazamiz shu yoqda, yangi ko'chib kelgan joyimiz bu yer. Ko'p ish bo'lmaganga o'xshayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida вообще normal ish bo'lgan o'rtoqlar. Birinchi o'rinda ko'chib keldimda, mana bu eshiklar ko'ryapsizmi? Mana bu tarafga eshik qo'ydim. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, kichkinasidan to'rtta, keyin bu yonga 3 ta, kichkinasidan 2 ta, tepaga ham 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta katta darvozalardan qo'yib yopib tashladik. Afsuski, mana bu tomaloq qilib qo'ygan toshni olib tashlab bo'lmaydi. Endi uni o'rab o'tib ketamiz. Keyin mana bu ayvonni qurdim. Ko'rib turganlaringdek ayvon bor mana bu yerda. Ayvon mana buni o'sha kerakli texnologiyalarimiz, kerakli o'choqlarimiz, studiya mana shu yerda joylashgan. Yana esa yana joylashtiraveramiz sifatga. Undan keyin bu joy qayersiz? Mana birinchi anaqa qilgan joyimiz o'rtoqlar. Mana bu yog' chiqaradigan narsani qo'ygan joyimiz. Qizil nima bilan Rex bilan urushgandek. Keyin hayvonlarimiz mana uncha-unchasini bu yoqqa men chiqarib qo'ydim, chunki bularda go'nglari kerak. Mana bu yerda yog'imiz chiqayotibdi. Ana, ozgina oldin olgandim, men yana yog'imiz chiqayotibdi. O'g'ri dinozavrimiz turibdi. Mana bu grinder aytgancha bu lootdan chiqdi mana bu narsa. Aslida bu qimmatbaho narsa yasash uchun bu narsa maydalab beradigan. Narsa maydalab beradigan nima ekan? Qarang, toshni splintga, butunni sachga aylantirib ham berar ekan. Bundoq qilaylik. Qolgan narsalarimiz men bundoq qilib taxlab qo'ydim. Men buni yasadim. Mana buni o'zim yasadim, narsalarimni to'plab juda ham kembench zo'r narsa. Nimani kelachani kattasida, katta variant. Grillimiz bor edi, bilasizlar. Buni bilasizlar. Boshqa narsalar bilasizlar deyarli. Yengil mana bu hayvonlarimizda shakkar tashab qo'ysak ham bo'laveradi. Ruhlarni tashab bo'lmasa ekan, ruhlarni tashab yuboramiz. Aslga kerak emas bizga hozircha. Keyin o'rtoqlar, yengil mana bu yerga dog' qilib yo'l qildikda. Mana qarang, chiroyligini qarang. Mana bunaqangi bir issiqxona qildim. O'rtada mana 4 ta birin-keti mana pastda bitta bir qator, tepada bir qator. Har bitta xullas 4 xil meva bo'lsa, kerakli meva. Mana shulardan 2 tadan har bittasi mana o'sib yotibdi shu. 68 tadan. Chekkaga mana bunaqangi fertilizer chiqarib beradigan, o'g'it chiqarib beradigan apparatimiz qo'yganmiz. Bu ham taqsimlab o'g'itni tortadi-da, mana bu yerda bo'shatganlarga tarqatib turadigan apparat. Zo'ra, qarang. Prosta hali yorug'lik qo'yganimiz yo'q xolos. Yorug'lik qo'yib qo'ysak undan ham zo'r. Yengil mana hovliga tushsa bo'laveradi. Suv tortib kelganmiz. Darshi joydan tortib kelganmiz. Nariroqdan tortib kelganmiz suvlarni. Tuyalarimiz turibdi mana shu yerda. Undan keyin eng muhim qurgan narsalarimizdan bittasi hozir bu yoqda ekan, ko'rsataman. Mana bu yoqqa chiqishimiz bor.
Endi bu yoqda aslida men uy qurmoqchiman. Men o'zimga yashaganim chiroylikkina uy qurmoqchiman, lekin uni keyinroq. Eng keyin muhim narsamiz esinglarda bo'lsa, o'tgan safar mana bu apparatni yasagandim. Bu safar mana bu yerga platforma qurdim. Mana platformani ko'rinishi shunday o'rtasiga apparat tushgan. Mana chekkada konditsionerimiz turibdi. Zinadan yana bundoq qilib tushsa bo'ladi bu yoqqa. Ko'tarilganda tepaga yana platforma qildim. Endi qarang, mana tepaga bu yoqdan chiqish ham bor. Chiqamiz o'rtadan. Mantislarimizda mana mantis brat qo'lida ana qo'shib olgani, mana bu bolta uchatib qo'ygani bu erkagi. Qolganlar hammasi urg'ochi. Ular tug'adi. Tug'adida tuxumlari pastga tushadi. Hammasi tushadi. Mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta. 5ta urg'ochi, bitta erkak bor. Qani birorta tayyori bormi? Men sizlarga nima bo'layotganini ko'rsataman. Xo'p, hozir tug'ibdi demak, bu ham tuqqan. Endi kutyapti. Xo'p, ko'rdingizmi? Ovoz chiqdi. O'sha demak mana bu tuqqan. Tuxum pastga tushgan. Konditsionerda nimasida havoni normallashtirib berish natijasida tuxum ochib chiqadi va ochib chiqqan bola mana bu aylanayotgan tishlarni nimasida chaynalib ketadi. Qanday vahshiyona. Undan keyin mana apparatni nimasiga kirsangiz, inventariga kirsangiz, eng muhimi mana polimer beryapti, organik polimer chiqyapti. Keyin mana chitin degan narsa chiqyapti. Juda ham muhim. Go'shtlar to'g'risi unchalik meni qiziqtirmaydi. Lekin mana shu narsalar uchun, mana shu ikkalasi uchun ferma qilib qo'ydim. Shu normal, ha? Вообще chotki. Mana bunaqangi chiroyli dizayncha ham qilib qo'yganmiz o'zimizcha, chekkalariga to'siqlar qo'yib, ozgina o'tlar chiqib qolibdi matga. Mana shunaqa o'rtoqlar, ancha vaqtim ketdi. Tumi shu 5 soatcha vaqtim ketdi. 4,5 soat, 5 soat. Mana bu hayvonimiz yugurish tezligini qarang. Yana inon. Ay, mana bu ko'pga qo'yaylik, jonsamatda tursin. Va bu o'g'ridan ko'ra uni olganim yaxshi, sal foydaliroq bo'ladi. Narigalik havo buzilsa, aynisi aytib turadigan. Xo'p, men nimaga bu yerga ko'chdim? Chunki mana bu keng makon kerak menga. Kenglik kerak. Chiroyli qilib hayvonlarimni ochirishim uchun, hayvonlar bemalol turishi uchun menga kenglik kerak bo'ladi. U yerda ancha siqilib qolyotgandim. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana shu yoqqa ko'chdik. Undan keyin yana bitta yangilik. Mana buni topib oldim dropdan. Mana benzapila ko'ryapsizmi? Chainsaw. Benzapila bu juda ham vahimali narsa-da bu. Chunki bu resurslar o'tin yig'adi, teri, kaytin, keratin, shu narsalarni yiqqanda o'ta ham yuqori darajada yig'yapti-da, rosa ko'p yig'yapti. Yana nima? Mana bu narsani yasadim. Arkomatik degan mod bor, mana qo'shganman. Bunaqangi apparatlar bor har xil. Ularda hali ozgina xullas bizga bor hali bular to'liq yasashga. Polimer kerak 500 ta, 100 ta metal 500 ta ko'ryapsiz. 100 ta oil, cementing paste 100 ta. Bitta yasadim, lekin shunda ham qanaqa bo'lar ekan deb bitta yasadim. Mana yasalgani mana bu. Chotki, 600 ta narsa sig'ar ekan mana bittasiga. 600 xil biz nima desa bo'ladi? 600 stak narsa sig'adi. Boshqa joy. Undan keyin yana sizlarga bitta ko'rsatishim kerak bo'lgan narsalardan zirhlar bor, egarlar bor. Mana bu Rock Golem'da egari 122 zo'r. T-Rex egari chiqdi 116 bu ham. Buni ko'rgansizlar. Keyin mana sniper rifle 225 bu ham juda ham yaxshi topilma bo'lgan. Mana bu o'tgan bo'limda ham bor edi. Bu diodon yaxshi 150-level diodon topsak. Hop, qurilish qilmaymiz. Men masalan qo'yib qo'yaman. Men keyinroq ishlatgani. Ular shunaqa o'rtoqlar, bir nimalar qilganimiz, nimalar bo'lganini men sizlarga aytib o'tdim. Mana bu yerga muzlatgichimiz qo'yganmiz. Shuni qo'yib qo'yaylik bundoq qilib. Buni ham qo'yamiz.
Xo'p. Bundoq turib, mana bu narsani qani, mana buni hammasini olib yurmaylik. Ko'rasiz, mana shu g'ijir-g'ijir ovoz o'sha ochib chiqqan bolalarda nima qilyapti-da, chaynayapti, nasha qilib. Bu yoqqa qo'yamiz. Mana bugungi maqsad nima? Bugungi maqsad yaxshi ikkita Argent Davis topib kelishimiz kerak. Menga birinchi o'rinda umeraning kerak narsa. Menga yaxshi qush kerak. Hammasidan ham oldim. Boshqa narsani o'ylash kerak yo'q, короче. Keyin T-Rexga o'tamiz yoki anaqaga. Demak, ketishimizdan oldin suv bilan ovqat bor, suv oldik. Anaqa chodir bor, chodir olaylik. To'xta, chodir bitta nima qiladi, galvars. Mana bitta mashta bo'lish kerak, yig'ishtirib olib qo'yganman. Mana chodir. Faqat buni bir tuzatib olish kerak ekan, o'sha jonati yo'q bo'libdi-ku. T-Rex'ni egari вообще zo'r bo'ldi-da. Mana bu ham chiqdi, Lime Entry, hali uchib yuradigan kapalak egari, unchalik muhim narsa emas. Ana bu ham bittada uxlatadi hayvonlarni deyishganda, ko'ramiz uni. Unchalik qiziqtirgani yo'q. Mana bu chiqdi, mana flamethrower, olov purkaydigan apparat. Uni yasasa bo'ladi, juda vahimali emas. Lekin nima uchun xizmat qiladi bilmadim, nimaga ishlataman bilmadim. Albatta nimanidir o'ldirgan ishlatiladi. Hop. Bo'lmasa, mana buni tuzataylik. Bunday qilamizda, to'xtab turib, pull repair cost qilamiz. Bunday turib, repair. Ana shundoq, endi go'sht olsak, qo'y go'shti olaveramiz. Son go'shtdan ham olaymi-ki ozimiz? Oldim mana. Balki mana bulardan olar. Mana kibellardan yeyish mumkin-da. Kibelni olish mumkin. Hatto sho'rvalar ham bor ekan. Qaysi biri issiqqa qarshi? Hyperthermic. Mana shu bo'lishi mumkin. Doktor, ichib olaylik nima bo'lar ekan? 1000 sekund. Eng muhimi anaqa eng muhimi nima-ku? Gate'lar kerak o'ziga. Menimcha yetarli nima bormi yo'qmi? Gate. Tuzog'da. Shundan 4 ta bo'ladi. 4 ta. 2 ta. Chota tosh yetishmaydi. Stone tosh yetishmaydi deydi. To'xta, tosh to'plab olamiz undan. Kelib yoqqa. Qaniydir garim sel bo'lyapti. Tosh men bu yoqlarda ko'ryapman. Sadag'ani. Oh my god. Yondiryapti, ha? Yandırdı kalbimi aman. O kaşları keman. İftardan oldin o'rtoqlar, kayf qilib ozgina o'ynab o'tiribman. Yana ishlar bor albatta hali. Streamda o'ynayman balki. Xullas qiladigan ishlar ko'p hali, qurilish ko'p demoqchiman-da. Ana shunaqa ishlarni resurs to'plash, qurilish degan narsalarni streamda qilib olaman. Streamlar olib bo'lmaysizlar, mana buni rosta olib bo'lmaymi? Olib tashsa bo'lar ekan. Oh my god, men bo'lmaydi deb o'ylabman. Hop. 150 level bo'lib yurganda birinchi kelganimda. Keyin men bu tuzoqni qurdim. Ushiyman deb, keyin yo'qotib qo'ydim-da. U 150 uncha-munchaga o'lavermaydi. Agar ko'rib qolsak, yangilanib qilamiz-da. Tirs tuzoqni ichiga olib kelib tashlaymiz. Va uni ishlatamiz. Yana birorta 150 yo 145 topib turib ko'paytiramiz. Mana shunaqa gaplar. Kelgan yo'lbarsimiz, bitta yo'lbarsimiz uchun o'ta kuchli egar topganman o'rtoqlar. O'ta rostdan o'ta kuchli. 290 hammida qaysi biri edi hozir? Mana bo'lsa kerak. Ha mana 291. Tushunyapsizlarmi? Bu вообще degani-da bu.
bitta o'zi bosslar urgani ketmaydi-yu, lekin boss uradigan hayvonlarni oldida ketsa dahshat bo'ladi. Undan keyin Uteranusni ham yaxshi egari chiqqan. Uteranus. Bilasizlar, Uteranus bu boss bilan urushayotganda hayvonlarni baqirib, jasur bo'lishga chorlab turadigan terpila hayvonlardan bittasi. Ya'ni eng kerakli hayvonlardan bittasi. Hop, ketdi menimcha. Yetarlicha materialimiz bor endi. Mana ikkita yana. Mana ikkita. Endi mana bu eshigidan ikkita bo'ladi. Eshikdan ham ikkita. Ana endi menimcha ketsa bo'laveradi. Argenteus oviga. Bu safar arjiylar qizil portal tarafda bo'ladi. Shu yoqqa uchamiz. Go. Suvimiz bor. Mana bu yashil, ona ko'k, qizil. Menimcha 3 ta edi o'zi. 3 ta portal bor edi mana shu. Ko'proq mana shuda ko'k bilan qizil o'rtasida bo'ladi. Hatto yengil mana shu ko'k tarafga qarab uchaveraylikchi. Bitta sahrani topmadim. Bitta sahrani topib qo'ymadim. Nima urush bo'lyapti? Nima to'polon bo'lyapti? Mo'ralar topsizlar. Masalan, ezishyapti. Qanaqadir bo'rini ezishyapti o'rtaga olishib. Mana bo'rin emasmish qilib. 55 ekan, o'lib ketdi. 55 bo'lsang kerak emassan. Mana bu yerga to'xtab bitta sahrani topib qo'yamiz. Ketdi. Qani go. Qaynab ketyapti meni odamim. Ikkida bir o'g'ilyapti-ku. O'rtoqlar, Ramazon ro'zalar bilan qayta tabriklayveraman, chunki shunaqangi barakatli oy. Menga juda ham yoqadi. O'zimni boshqacha his qilaman aynan shu oyda. Boshqa oylarda unaqa bo'lmaydi-da. Mana bu narsa ham kerak edi endi hozir emas mana. Nechinchi level bular? 140. Oh my god, levellar yo'qmasa. 105. Chayon bor. Arrani maslaga bir ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Day. Ya'ni kecha jiyanlar. Ya'ni bu yoqqa menga, Levellar yaxshigina ekan, 135 yaxshi. Davay. Oh my god, aylanib tushyapti hozir. Salmatga chiqib olaylik. Kelyapsizlar? O'q otishini qarang. Zo'r hayvonda. Qanaqatta qolding? Mana bu yoqda. Kel. Orqaga sekin yuramiz. Hozir o'zi o'ladi. Men hayvonim bilan urib qo'ymay deyapman. Yonimga kel. Buni ham o'ldiramiz hozir. Davay, ozgina yana bittami? Qochma. Mana umid qilamanki boshqa. Ana endi 3 ta bosamiz. 2 emas, mana 3 o'rtoqlar qaranglar. Mana nechta chiqar ekan? 305 ta. Ota nima edi buni? Keratin. Endi bunisidan 334 ta, shu 300 ta atrofida. Qo'ldan ko'ra ancha ko'proq. 3 baravarmi ko'proq. Ko'p tarafga qarab ketayotdik. Ana. Bu narsa kerakda, keratin, kaytin ikkalasi sement qilishga ishlatiladi. Juda ham kerakli resurs. O'tgan bo'limni ko'rmaganlar bo'lsa, demak aytib qo'yaman, juda ham muhim ba'zi bir modlarni olib tashladim to'g'risi, chunki o'yinda buzyap turdi. Hatto modli arkga o'xshab qolyapti turdi. Shuning uchun olib tashladim, chunki menga modli ark alohida o'ynalaydigan bir boshqa narsa men uchun. O'zini o'rni bor, yaxshi ko'raman modli arkda va o'ynaganda ham addushchi o'ynagim kelyapti, faqat modlar bilan. Bu yengil o'yinga salpal, nima bo'ladi, tartibiga, avtomatlashishiga nima qilingan, kerak bo'ladigan modlar bor xolos. Hatto boshqachasiga o'yinni o'zgartirib yuboradigan alfa modlari,
degan narsalar yo'q. Hop, bilmadim, ankiloni egari balki. Mana bu ham yomon emas, maydalab boramiz. Mayli, mana buni ham olaveraylik. Prosta mana bu eshiklar kerak emas, bu ham kerak emas. Lekin mana bu katta haligi darvozadan, uyimizga atrofini o'rashga ishlatgan darvozadan, shuning uchun uni olib qolamiz uni. Shunaqa o'rtoqlar, o'yinda sal-pal o'sha tartibli o'ynashga yordam beradigan modlar bor xolos. Tak hayvon modlarini olib tashladim. To'g'risi, alfa hayvonlar modi bor edi, olib tashladim. So'ramanglar, aka qo'shing deb. Chunki qo'shmoqchi emasman. Buni tugatib yuboraylik tezroq. Sekin-sekin o'sha modli arkka o'tamiz. O addushi modli zo'r modlar bor. O'ynagim kelyapti. Vashshe zo'r modlar bor. O'shalarda hali o'ynaymiz birga. Mana shularda ham o'sha Argentevis chiqib qolsa kerak. Mana shu tepaliklarda ham. Yengil sekin bundoq aylanaveraylikchi. Garimsel ham bir tugamadi. Xaltdan beri cho'zib yotibdi. Uzoq bo'lar ekan. Ana bo'ron bir pasda tugayib turadi. 3 minut, 4 minutda tugayib turadi. Bu garimsel addush olyapti. Tak, mana shu tepaliklarda Argentevis ko'p bo'ladi lekin. Menga 145, mana o'sha ko'ryapman. 145 va 150. Bitta yuribdi, 70 kerak emas. Sal tevaroqqa chiqaylikmi? Personajimiz isib ketyapti, issiqdan joni ketyapti hatto. Bo'pti, qani, oxirigacha chiqaveraylik tepaga. Shu ikkita Argentevis ushlasak, yuqori levelli. Keyin T-Rexga harakat qilardim. Kammi qandaydir hayvonlar. Oldin qaynab yotardi mana shularda. Shu olib tashlagan modlarim ta'siri bo'lgan bo'lishi mumkin balki. Bir ikkita ko'ryapman yana mana bu yoqda. Qani? Necha? 110 40 yo'q umidda. Mana bu yerda yana ikkita bor. 75 yo'q. 95 yo'q. Cho'ta qizilga boramiz shekilli. Qizilda ko'p bo'ladimi deyman. Mashtiga qo'nib, ozgina dam olib ketamiz. Qani ketdik. Qizil tarafda ko'proq bo'ladi, adashmasam. Oh my god, qanaqadir garimsel boshlandi, qani. Pastdagi o nimani rasmi turibdi, vujud rasmi ko'ryapsizlarmi? Yengil mana shu pastdan, mashlardan yuraveradi. Oh my god. Ajdarlar iniyor. Balki sal kuchliroq RG bilan kirmasam bo'lmaydi-da. Da kelaman, hali kiraman. Mana bitta ham qanaqadir Argentevis 15 atiga ya. Nima bo'lgan levelga? Mana bu Limentary ham kapalak. Juda ham tez uchadi. Mana shuni ham agar yuqori levellisi bo'lsa, o'rgatib olgan yaxshi. Tuxum o'g'irlashga zo'r. Tez uchadi. Fıt qilib uchib qo'ya oladi. Yaxshi egari ham bu.
Mana bu rock golumga o'xshayapti. Tosh golum. Mana shu narsani yaxshi egarini topganman. Qani, janob oliylari. Turavering endi. Tosh bu. Tosh bo'lishi ham mumkin. Tosh shekilli. Oho, betarji ko'p ekan. Mana bundan boshlaymiz. 30 bo'lmaydi. 46. Nima ko'rmayapti? 35. Mana qizil portalga yetib keldik o'rtoqlar. Shuni atrofidamiz. Juda lekin leveli yaxshiroq Argent Davis ko'rganim yo'q hali. Omad bu yo'q endi. Qarang, hatto o'yindan nimani ham olib tashladim. Dinozavrlarni topib beradigan mod bor edi. O'shani ham olib tashladim. Chunki aylanib hayvon qidirib yurishda o'zini gashti borda. Aylanib yurasizda xaritangizni ko'rib, qayerda qanaqa hayvon bor, hisobga olib yurasiz. Belgilab ketasiz. Kerakli paytda qaytib kelib, keyin o'rgatasiz yoki harakat qilasiz. O'z gashti bor xaritani aylanib yurishda. Mana Argent Davislar yana chiqishda boshladi. Qani? 35 unchalik emas, bo'lmaydi. 115 yaxshi, lekin bo'lmaydi. Bizga 145 yoki 150 kerak. Bo'lmasa kerak emas. Bo'lmasa boshqa Argent Davis kerak emas. Mana shu bitta bilan ham yuklab qo'yaveraman-da. Ajdarlarga o'tib ketaveramiz to'g'ridan to'g'ri. Ammo ichcha xavfliroq bitta Argent Davis bilan. O'lib qolish ehtimolimiz katta. Ko'pchilik quvadi-da. Ko'p ajdar quvadi tuxum o'g'irlaganingizda. Qani, yana bir ko'raylikchi. 125 yaxshi. 35 hozirgi bo'lsa kerak. Tod yonbag'irlarida ko'proq bilan stamina tugadi. Pastda nima bor? Ha, pastda Argent Davis ko'ryapman. Nechinchi level? 125. 125 yomon emas, lekin yetarli emas. Hop, yana nima bor? Layman teriya bo'lish mumkin. Tuxum o'g'irlagani ish berish mumkin, o'sha yaxshi. Keyin undan tashqari o'rtoqlar. Uni bolasini katta qilishga sut kerak bo'larmidi? Adashmasam boshqa bitta urg'ochi ajdarxolarni ushlab turib sutini olishimiz kerak. Tuxumdan chiqqan bolani emizish kerak-da. Shunaqa bir kerak narsasi bormidi? Adashmasam ozgina qiyin, oson emas. Shuning uchun urushadigan hayvon ham kerak. Mana bu tapaxera 75-level. Tepada bitta Argent Davis ko'ryapman. Qani. İçi? 150? Oh my god. İçi hayajonlanib ketdim, uzr. Bo'ldi, mana yengil mana shu yerga qo'namizda ters. Oh my god. Hop, mana bundan 4 ta. Och. Mana. Kichkinaroq bo'lib qoldi. Hop. Qanday qilamiz? Mana bu darvozasi. Mana buni qo'yaman batga. Mana darvozani batga qo'yib olaman. Hayvonim bilan uchib kiraman-da, keyin hayvonimni olib olaman. 150? Kechi? Ha, kela qol.
quvadi bizni. Mana yana bitta argentevis bor. Mayli, uni keyin ko'ramiz. Hozir buni qilib olaylik. Kela qol. Ha. Qo'ydim. Endi chiqib ketsam bo'ldi. Qo'ndi. Qoch. Qisilib qoldim-ku. Mana buni hayvonimizni olaylik. Nima ekan? Men o'zim ham chiqib olmayapman. Chiq, iltimos. Ha. Bo'ldi, chiqib ketdim. 5 ta boss. Qani, yengil. Yengil bir boshini topib olsak. %67 turyapti, ehtiyot bo'lish kerak. O'ldirib qo'ymaylik yana. Hozir bu boshida bizga hujum qiladi. 150 ga o'rtoqlar. Eng yuqori levelni topib oldim-ku. 167 turyapman. Kallasi bo'lsa nech turaman? 500. Holy shit. Sekinroq. O'ldirib qo'yaman. Chunki nima kuchli-da o'rtoqlar? Ha, qo'limdagi arbalet o'ta kuchli. Sekin, ha? Uxlatamiz. Davay. Sekin dam olib vujudiga berib, kallasiga bo'lmaydi ekan. Uxladi. O, yaxshi. Qo'y go'shi. Mana 18 ta berib qo'ydim. Yetib o'tadi. Mana bu kibeldan yeydimi bilmadim. Ana Awesome Spyglass'dan savoshim kerak ekan to'g'risi. Awesome Spyglass'da shundan kerak ekan. Kristal hozbatda bo'lsa kerak. Atak topsak bo'ladi. Ana tushib qoldim. Bu yeb tursin. Bitta kristal topsak, balki kibel beramiz, kibel yorar. Mana kristal bormi shu yerlarda? Ko'p emas. Bir siqim bor ekan. To'rtta boss. O'tin. Mana qarang. 300 ta. Bitta boss yanimda 300 ta. Awesome. Fiber kerak ekan. Fiber mana. Awesome. Yaxshi. Afsuski bu Spyglass hali ham tuzatishmadi. Rasmi chiqmayapti. Qani tushaylikchi Argentevsimizni oldiga. Balki men bu ko'k kibeldan yeydimi yo'qmi bilmadim. Yesa yaxshi bo'lardi. Qani superior kibel kerak ekan. Bu qanaqa kibel bu? Bu regular ya bo'lmaydi ekan. Bo'lmaydi. Romatin. Qo'y go'shtidan 2 ta yer ekan. Mayli, kutamiz. Nariga Argentevs ko'raylik chiqani. Chatlada yuruvdi. Qani san? Ona Lamentre yuribdi. Lamentre ham qiziqarli hayvon. 95. Sekin kuzataveramiz. Mashlardan chiqadi. Buni jinsi e'tibor bermayapman. Erkak. Mendagi urg'och. Ikkalasini chatishtirib olsak ham bo'lar ekan. Agar mabodo boshqa urg'och topa olmasak, ikkalasini chatishtirib olsak bo'ladi. Mendagi ham kuchli emas lekin. Unaqa vahamali emas. Hop, Tapaxera 125. Yaxshi hayvon, lekin juda ham qochqoq hayvon, qochib ketadi, ushlash qiyin. Uni ushlash uchun haligi yoki poylab borib tars biron nima bilan bosib olish kerak. Argentevs 20 yoki hayvon anaqa bor. Kamyob gul degan narsa bor, o'simlik. O'shani yesangiz boshqa hatto passiv hayvonlar ham sizga hujum qilishni boshlaydi. Shunaqa qilib uni qamab olishingiz mumkin. 20 bo'lmaydi. Bitta edi hayvonimiz, yana bitta edi. Men hali ancha qidiraman, buni sherigini qidirmasam bo'lmaydi. Bitta urg'och, yaxshi urg'och topamiz. Lamentre 120 hozir ko'rganimiz kerak bu.
Sal pastroqqa tushaylikchi. Argentevslar ba'zan pastda yuradi-da aylanib. 45. ...95... 115 urg'ochi. Hatto shu 115 ham meni yurgandan kuchliroq. Hop, hop, hop. Shu o'yin bor-ku, obnovleniya keldi o'rtoqlar, obnovleniya qildim, obnovit. 120 urg'ochi bor ekan, yomon emas. O'shandan keyin ashna qataydigan bo'lib qoldi-da. Yengil qatib qo'yapti-da. Achchig'is chiqadi-da. Bor, yaxshi bo'lib o'ynalib turgan o'yinda bir poqini chiqarib qo'ysa, achchig'is chiqadi. Qo'ling teqizib nima qilasan, eplolmasang. Qo'lini qichda bir kodlariga qaytlargadir tegib ko'rishadimi, aka, bunday qilsak qanday buzamiz bu o'yinni. Yaxshi o'ynashyapti-da, shu nimadir qilaylik-da, kelinglar deb. Hop, o'rgandi hayvonimiz ketdi. Hujum qilmasdan kimdir buni hujum qilib qo'ymasdan borib olib kelib qo'ya olaylik. Ana o'rtoqlar, yuqori level, eng yuqori levelda bitta erkak o'rgatdik, mujik o'rgatdik. Beton, вообще zo'r bu natija bu. Endi bitta urg'ochi. Ana. Bo'ldi, mana buni o'chiraylik. Bundoq qilamiz. 6 ni bosamiz. 6. Mana bular yig'ishtirib olsak. 224 mana. 50% qo'shganda ham 150 bo'lsa 125 level qo'shish kerak. Unaqa to'liq qo'shmaydi. 124 qo'shadi. Вообще. Qani? Jonchalik emas ekan lekin. Zarba 419, zarba yomon emas. Ovqatga berib yuborgan ekanda. Shepim hamma ochkoni, qarang. Yomon emas, 33 mana. 33 ta jonga bergan, 43 ta stamina. Stamina yaxshi. Oksigen 40, havo 40 ta ochko havoga ketgan ekan. Nima qilasan? Mana shu 224 ta ochkoni nimaga sarflanganida bular, ko'ryapsizmi? Havo bilan ovqatga. Havo 40, ovqat 36, vazn 36, zarba 35. Sog'liqqa ketmaydimi? Sog'liqqa sarflasang bo'lmaydimi? Mayli, bo'g'laman-da xullas. Shuning uchun ba'zida anaqa ham bo'lib qolishi mumkin o'rtoqlar. 130-level bo'lsa ham bo'laveradi. Bunday qarash kerak statistikasiga. Agar joniga ko'proq ochko sarflagan bo'lsa, yo zarbaga sarflagan bo'lsa, u bo'laveradi. Mana qaranglar, masalan, bittasini misol qilaman. Mana bundoq qilib ko'rsa bo'ladimi? Ko'rsa bo'ladi, ko'ryapsizlar? 10 qavs ichida yozib qo'ygan. 10 o'shami? Ish qilib to'g'ri tushuntirayda. 1 4 jonga 5 ta. Endi men hozir past level Argentevsga qarayapman. Argentevs 70, 20. Mana bu yerda ham bitta bor, 85 erkak kerak emas, bizga urg'och kerak. Mana bu yerda ham bitta yuribdi, 125 erkak yo'q. Erkak вообще kerak emas. Shu qavs ichiga nimaga necha ochko ketganini yozib qo'ygan. Ikkiga o'rgatamiz biz. O'rgatganimizdan keyin o'sha 50% ni qo'shib beradi yana. Endi o'sha ochko ham qatqadir ketadi-da. Shuning uchun agar o'zi o'rganmasdan oldin ochkolari normalniy sarflangan bo'lsa, unda nima desa bo'ladi? Bir yutib chiqish ehtimolingiz bor. Ya'ni yaxshiroq Argentevs bo'lish ehtimoli yo'q bo'lmaydi. Ancha bo'shab qolibdi lekin xaritamiz. Shu oldin to'lib toshib yotardim. Lekin menga shunaqa tuyulyapti. Maven degan hayvonni ham olib tashladim, lekin o'shani qaytarishim mumkin. Bugun streamda bir kishi aytdi, aka, shuni qaytaring. Rostdan Mavenni balki qaytarishim mumkin, ko'ramiz. Maven yaxshi hayvon edi. Ozgina yana uchaman qani, 140 bo'lsa ham mayli, mana 135 bo'lsa ham mayli. Mayli, ancha pasaytirdik narximizni.
135 urg'ochi bo'lsa ham mayli. Baxtimizni sinab ko'ramiz o'shan bilan. 125 erkak. Yo, buni hozir ko'rdim. Ozgina oldin ko'rdim. Bu kerak emas. Yengil mashlardan 3 oylik hozir chiqib qoladi. 5. 5-level hayvon nima qiladi? Ay yashab. Oh my god, o'rtoqlar 145. 145. Iltimos, urushmay tur biror narsa bilan ko'ting qichitib. Sraz vatga boshlab kelaylik. Oh my god. Eshitmayapmi? Bo'lsa ham qizig'i yo'q. Ata o'ldirib tashlayman. Rostdan solishib tashlayman. Oh shit, nimadir bor. Chiya bo'rilar. Iltimos ketinglar, chiya bo'rilar unchalik tashamaydi. Ana hayvonim yo'qolib qolmasin. Va 145. 5 ga ham yuqori max level. 5 ga ham max level. Hop, mapga qo'y. Hop, orqagami? Yo, mastga qo'yardimmi? Go. Qayerga ketdi? Iltimos yo'qolib qolma. Mashlar yuribdi-da. Mana. Mashina. Mana, yuribdi. Men bilan urushyapti. Yengil hozir yengil o'ldirib beraman. O'zi o'ldirsin, o'zi olsin. Voy, men bilachalar qarang. Menga tashlayapti. Yaxshi, juda yaxshi. Menga ke. Ha. Kelur. Juda yaxshi. Kela qol. Oposi, kela qol. Ha. Yaxshi. Kelurchi. Voh, chiroyli ekan rangi. Juda ham yoqdi. Rosa olachi bor ekan. Olachi bor. Chotki. Hop, yengil kiramiz. Yo'q, qo'ydim. Yes. Qo'n. Yengil. Iltimos, men hayvonning ichiga tushib qoldim. Matdan chiqmasmikan ha? Hayvonimda o'li. Oh my god, chiqib ketma iltimos. Men urvorma. Hop, 5 ta bos. Yengil kallasiga paqat qo'ysam. Hop, qanani ochkim taqib qo'yay. Yaxshi. Sekin harakat qilib ursa bo'ladi, qo'latsa bo'ladi. Yana bitta urib yuboraman kallasiga hozir. O'lib qolish ehtimoli bor. To'xta, bo'lmaydi. Matda yana bitta archa yuribdi 75. Qorniga urib turaylik, qorniga uraylik. Oh my god, xavfli. Sekin ko'tarildi. Yana bitta. Shu bilan uxlab qolarmikan, ha? Uxlar ekan. Yes. Qo'ygish. Bo'ldi, ana shuni kutaman. Wow, qo'y. Yaxshi ushladik-a? Iltimos, birov kelmasin baqqa. Birov kelmasin umuman. Chiya bo'rilardan ba'zan shuni bo'lmaydi, chiya bo'rilar ba'zan kelib hujum qilib qoladi sizga. Ba'zan hujum qilmaydi. Shuning uchun yengil mana bitta yurtib bittasi yo'qoldi. Bitta. Yotgan hayvon ayniqsa, yotgan hayvonni kelib tushab ko'radi. Qo'rqinchli. O'ldirib tashladim bitta bolasini, yo'qolsin. Yaxshi, ana o'rtoqlar kutaman. Mana shuni endi kutaman. Uyga borib, keyin bolasini shunday ochirib ko'rsak ham. Hop, o'rtoqlar davom etamiz qolgan joyimizdan. Ozgina, hop, bunasi yuribdi-ya. Ana laychan bolalar yuribdi ekan. Qirt tashladim desam, hali ham bor ekanda.
Bo'ldi. Hop, yana bitta yesa bizniki qush уже uyga ketsak bo'ladi keyin. Davay, bo'la qol. Endi bitta yaxshi yuterani ko'rsak o'rgatib qo'ysak bo'lardi. To'g'rirog'i bitta emas, ikkita. Yuterani demak mashlarda bo'lar ekan, tog'larda. Ozgina oldin ko'rgandim shu yerda. Hatto bitta bolasi ham yuribdi, faqat bolasi nima qilaman, ham leveli past ekan. Mana mashlar yuribdi. Mana UT 50 katta bo'lyapti. U kerak emas-da bizga. Bizga kuchliroq kerak. Iloji boricha leveli balandroq kerak. Davay, qushimiz уже ikkinchi nimasini ham yeydi, hozir o'rganadi deyarli. Hop, yengil ana bo'ldi. Mana bu olib tashlashaylik, uyga olib ketamiz. Yaxshi, menimcha boshqa Argentevsga ishimiz tushmaydi. Mana bu bo'ldi. Qani ko'raylikchi. Hop, 33, 32, 35, 33, 50. Butun voy bile ana. Mana shuni yomon ko'raman, qarang, 50 ta ochkosi vaznga ketgan ekan. Bu miya saylangan qushmi bular? 33 zarba. 33 jon, 33 zarba. Mana erkakdachi. 33 jon, 35 zarba. Deyarli bir xil. Salpal erkak edi, zarbasi sal kuchliroq ekan xolos. Hop, o'yin saqlanib qilish esdan chiqmasin. Yengil uyga boramiz. Bularni ochirishni boshlaymiz, bolasini olamiz. Bolasini kuchli qilamiz, ikkita bolasini to'g'rirog'i. Bitta urg'ochi, bitta erkak kuchli olsak, kuchli urg'ochi erkak olsak, keyin o'shalar urug'likka turaveradi. Ulardan chiqqan bolalarni ishlatsak bo'ladi, xotirjam. Sekin uyga uchaylik chiqani. Va вообще 50 ochko ya, 50 ochko hayp bo'lib ketibdi ya. Ishongim kelmayapti. Endi undan ko'ra boshqa arji qidirib ko'rganimiz ham yaxshi edi. 33 bo'lsa, tasavvur qilyapsizlarmi? 15 dan ko'proq ochko nimaga ketib qolgan? Azinga ketib qolganda. Mantiq left Argentevs. Bu mantiq o'tayerda hech qaysi boburga to'g'ri kelmaydi-ku. Ko'ramiz, agar boshqa yaxshiroq arji ko'rib qolsak, hozir men qidirib yurish niyatim yo'q. Lekin boshqa yaxshiroq Argentevs ko'rib qolsam, обязательно ushlayman. O'shani ishlatamiz keyin. Birato'la mana bunaqangi diodonlarni ham qarab yurish kerak. 150-level. 145, 150 ushirish kerak ko'rgan joyda. Bular raptorlar. Maktabda diodon yuribdi, adashmasam. 105 yomon emas. Lekin kamlik qiladi 105. Mana bu ham yaxshi hayvon, Megateri. O'zi bu xaritada boss turadigan hayvon mana shu Megateri. Tak, ajoyib, qani qo'naylikchi bo'lsa. Demak, mana shundoq qilamiz, erkak. Urg'ochi. Passiv hamma. Buni yoqamiz. Buni ham lampochkalarni yoqamiz. Hadela. Mana bu hayvon 12 kilo bo'lib mashq turibdi, turmasin. Bu Argentevsimizni ham yengil jo'natib yuboramiz, boshqa ishlatmasa kerak qayta. Xumni 9-chi ular. Menda bitta hozir qiziq savol paydo bo'ldi-da. Men xaritadan, shu o'zimning makonimdan uzoq bo'lganimda mana bular tug'rarmikan? 148. Qarab, точный raqam esimdan chiqib qoldi, men nechtaligi. Ish qilib o'zlari tushib ketmasin-da, bularda bor-ku. O'zlari tushib ketsa вообще опасный. Biror nima qo'yib chiqaymi ekan, bundoq qilib. O'sha yoqqa qaratib tushib ketmasliklari uchun. Xavfli turishibdi-da, men qo'rqyapman tushib ketib qolishsa. Biror nima hujum qilib qolsa tepadan qochishga harakat qiladi-da ular. Bu musorlarni tashlab yuboramiz, kerak emas, mana hammasi musor ekan. Mana bular ham musor. Mana bular qarang. Hop, qani.
O'yin qotishi hech ham yoqmayapti. Qizil drop ko'ryapman aytgancha. Ular bu yoqqa kelgan. Mana bular bu yoqqa. Bu ham shatga ketaversin. San. Bular material. Ona qizil drop. Qizil aylanali qizil drop. Bormasak bo'lmaydi, yo'qolar. Normal narsa chiqadi. Qum yig'adigan apparatimiz modi bormidi? Yo'q, uni ham olib tashlaganman, yo'q turibdi ekan. Demak, qum yig'adigan apparat. Yig'ib mastga qo'ysak. Qatga qo'ysak. Tug'ishdi. Mastlarga qo'ysam-da. Qani? Davay, menimcha yig'adi hozir. Yana bitta bizga muzlatgich kerak. Muzlatgich deyman anaqa. Mana bu narsadan kerak. O'qib ochirish uchun. Davay, tortmadi-yu. Tuxum qani? Oyimcha tuxum qani? Tuxumni kim tortib oldi ekan? Oh shit. Bunda yana birorta apparat ko'pligidan qatga ketgani ham noma'lum. Kim tortib oldi ekan? Yo'q, hech qaysi bir tortib olmasa kerak-a. Yo mana bu Yo'q, bular tuxum tortmaydi, bular go'ng bilan ishlaydi-yu. Tuxumni qaysi biri tortib oldi ekan? Tuxum yo'qolib qoldi. O'rtoqlar, men topa olmayapman tuxumni. Bitta ham yo'q. Вообще-ku, ishkar-ku. Yana bitta tug'ishini kutaman. Bu safar endi ketini poylab o'tiraman-da. Davay, qizil dropga borib kelamiz. Hozirgi argent televizorimizni ishlatmaymiz deyotgandim. Qattiq ishlatmaysan, ishlatasan. Boshqa. Men bormi tanlamayapti. Qizil dropga borib kelamiz. Chunki qizil aylanali qizil dropda u. O'ta yaxshi narsa chiqsa kerak. Shotgan kutyapman lekin. Yaxshi shotgan chiqsa bosturishga juda katta yordam bo'lardi. O'sha uzoq kutib o'tirmasdim. Yengil rekslar kuchaytirib turib borib tal reks o'rgatishimiz kerak. Bostur urib tashar deydi. Qani? Rostdan qizil aylanalimi? Yo, menga shunaqa ko'rindimi? Yo'q, qizil aylanasi bor. Oh my god. Qani. Bizga xalaqit beradigan yovuz mahluqlardan hech kim yo'qmi? Qani? Unchalik emas. Вообще vahim emas. Men so'ng narsa kutgandim. Mana bu zirhlar unchalik emas-da, qarang. Yo'q, bo'lmabdi-da. Mayli, nasib. Uyga qaytamiz. Argent terisi ketini poylaymiz. Oh my god. Mantis turg'ularni ham tortib olibdi mana bu. Arjin urug'i ham shatda. Qanday qilsa bo'lar ekan, ha? Faqatgina oh shit. Bu bizni fermamiz-ku, brat. Bir bo'lmadi, bu apparat bo'lmadi. Bu mastga tushish kerak. Sakraylar ustiga, mana biz qochdik chirtga.
Qochsa qo'l bilan-da. Bir 184. Bo'ldi. Uni ishlata olmas ekanmiz. Qani Argent testni ko'raylikchi, necha chiqib to'xta oldin muzlatgichga mana bular qo'yib qo'yaylik. Mana bular. Hop, tuxum yig'adiganda boshqa qandaydir qilib yo'lini topish kerak edi ishlatishda. Boshqa yo'lini topish kerak. Qani ochirib ko'raylikchi buni nima chiqar ekan. Davay, tug'sanglar menga aytinglar. Hop, o'zim olaman. Qani boshladilarmi? Ozgina qilib, yana bitta tug'adi hozir. Qani 238 chiqdi, yaxshi. 33 jon. Endi hozir imprint qilganimizdan keyin yana ko'ramiz. Zarba 35. Da, zarbani olibdi otasidan. Hop, imprint. Transfer null items. Hop. Qani imprint qila olamizmi yo'qmi? Ozgina qiyin masala imprint. Qandaydir men nechiga qo'yishni bilmayapman. Bir marta qo'ygandim, mana hozir 25 bo'ldi, ko'rdinglar? Bir marta qilganimda qaysidir kodini to'g'rilab qo'ydim, bitta bosganimda 100% bo'lyapti turdi. Mana to'g'rimi? Ozgina qoldi. Nima bu tortmayapti imprint? Shuning uchun qiynalganim uchun keyin imprint nima qo'shib qo'ydim, modini qo'shib qo'ydim. Citronal, Romatin matlardan ham mana undan ham tortish kerak-da. Imprint olmayapti qandaydir. Hozir topamiz, to'xtab tur. Tuxum tug'di. Tuxum tug'di. Ochib ham chiqdimi o'zi? Yo'q, davay. Qani bu yoqqa ketchi? 242 level balandroq. Chiqa olasam ketidan. Tak bular imprint qilamiz hozir. Materiallarni qo'lda yig'aman shekilli imprint qiladigan suyuqlikda deb. Bu yoqqa jiyan. Erkak bu, xo'p, sanchi. Bu ham erkak. 50%. Qani bu yoqqa ketchi? Tak sen nimang balandroq? 33 zarba 35. Ya muhim emas, ya'ni ikkita nima qo'shilibdi qayergadir, lekin nimaganligi muhim emas. Chunki eng muhim ikkita narsaga qo'shilmagan. Hop, tug'ishda davom etsin menimcha, bitta urg'och kerak bizga. Hop, imprint narsalar men o'zim yig'ib qo'yib olay. 240 ta anaqa qilamiz. Qilamiz. Tak, imprint. Qani? Qo'y go'shti, son go'shti. Qani? Qo'y go'shti, son go'shti. Qolgani 4 ta nima? 4 ta sabzavot. 108 ta. 116 ta. Hali ikkinchisini ko'rganim ham yo'q. 140 ta kartoshka. Va 120 ta makka. Qo'yni ham aniq qilishimiz kerak ekan, ko'paytirishimiz kerak ekan, qo'y go'shti kerak ekan. Hop. Demak, menga imprint mana shu narsadan 15 ta deyapti. Men uchun 15 ta yasab qo'yaveray. Hop, 238. Buni o'zimiz haydaymiz, mana buni. Mana bu urug'lik. Qani hozir nimasiga qancha qo'shiladi ko'ramiz. Davay, sizlardan bitta urg'och kutyapman. Hop, qani?
Nimasi kuchaydi? Menimcha ochkosi kuchaymaydi. Mana stat nima deydi? Stats deydi-ku, stats kuchayadi. 2774 mana. Jon bunda ham 2774. Mana bular joni 3359. Zarba 497. Zarba 405. Zarba 419 da status kuchayibdi-da. Ochkosi qo'shilmaydi hech qayerga, ha? Senda ham shunaqami? Bu ham katta bo'ldi. Hop. Birorta rangni men buni olmabsan, sal qarang, chiroyli, oq qolachi bor rang. Ashuni olganda zo'r bo'lardi. Hop. Mana bu urug'lik, mana bu o'zimiz haydagani. Qani ana nariga arjantayapsiz. Hop, sen endi 30 ga chiqding. Rostdan chiqding. Bemalol seni mapga tashaveramiz. Mana bu 15 ta kraftlash kerak emasmidi? Nima 6 ta bo'lib qoldi? Ha? Mayli, nima bo'lsa ham. Mana saqlab qo'yamiz. Imprint potion bor mana bu. Rasm yo'q. Xo'p. Mana bu qora bo'lsa kerak. Menimcha qoraga o'xshayapti. Mana shuni o'zimiz minamiz. Bu bilan demak ajdarho tuxumlarini o'g'irlaymiz. Qora o'tirib qo'yamiz, nomini yengil. Sen yana bitta tuxum tug'da iltimos anaqa chiqsin, urg'och chiqsin. Davay. Inkubatsiya bo'lyapti. Bu oddiy tuxum. Bu oddiy tuxum ekan, bo'ldi, uzr. Hozir mana tug'adi boshqa. Bitga kirib turaylik. Buni yeb qo'ysak bo'laveradi. Hozir tug'adi bu. Davay, iltimos bitta urg'och chiqsin. 92 1.5 dan ko'payapti shekilli. 1.2 dan ko'payapti ekan. Va sirasi ochadimi? To'xta, olib ketaylik tuxumni. Mana bitta ochiramiz. O'zimiz ochiramiz. Shu kecha ham chiqib qoldi-da. Inkubatsiya bo'lyapti. Urg'ochi, iltimos yo'q demanglar, urg'ochi. Iltimos urg'ochi. Yes. Bo'ldi, ish tugadi sizlarga. Bitta imprint kebel olib kelamiz. Mana bular ham yomon arjilar emas, turaveradi. Endi prosta ular. Prosta ishdan chiqdi-da. Hop, bitta imprint kebel. Endi mana bu ikkalasini haqiqiy urug'lik qilib saqlab qo'ysak bo'ladi. Va mana bu rangda olibdi. Rangda olibdi onasidan. Qoyil, rangda olibdi, zo'r. Yaxshi, katta bo'lsin bu. Demak, endi mana bunaqadan yana bitta alohida yasab qo'yamiz. Dynable storage midi? Chunki bu yog'i endi urug'likka ishlaydiganlarda alohida qo'yamiz. Mana bu yerda bu hayvonlarimiz hozir aralashtirib-ku. Mana bu ikkinchisini tepasiga qo'ysak, davay. Ana bu urug'lik, faqat urug'likka nimalar pastga qo'yilaveradi. Mana bu rangdan mingim kelganda olachi bor va pishi zo'r ekan. O'zi 100% imprint bo'lgani, mayli, yana bitta so'rayapti. Yaxshi, mana o'rtoqlar, demak, mana bu ham chiroyli ekan. Balki qani seni bu 240-levelda 2 level balandroq, nimasi baland? 33 43 40 hozir solishtiramiz. 33 43 40 36 50 35 36 50 35 36 50 35 bir xil-ku.
Yo'q, mana 2 qizil qilib qo'yibdi. Staminaga 2 qo'shilgan ekan. Staminasi sal kuchliroq ekan mana buni. Bo'pti, ja, rangini farqi yo'q. Mana bu chiroyli ekan, qop-qora. Mana bu ham chiroyli, qora oq. Hozir mana bu joni kamligi uchun mana bunaqangi xunuk ko'rinyapti, pati titilib ketgan. Lekin aslida juda ham chiroyli mana shu ham. Ozgina qoldi. Xo'p, ikkalasini keyin ko'ramiz-da. Men bilmadim, menga sal chiroyi ham muhimroq desa bo'laveradi. Mana bu lekin qora botir tuchni. Qop-qoraligini qarang, qayerdan chiqdi? Qora, mana qora masud-ku ular. Mana yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana ranglarini ko'ryapsizmi? Kul rang. Mana bu sal to'qroq kul rang. Yana 1 2 3 4 5-inchisi jigar rang. Buni ko'raylik. Ko'ryapsizmi? Oq kul rang, oq kul rang. Endi mana buni ko'raylik. Mana rangini. Bitta oq bor bitta mana. Bo'ldi, katta bo'ldi. Menimcha 2 level unchalik muhim emas, to'g'risini aytsam. Chunki yana chiqadi-da, mana bulardan chiqqan boshqa bollari 240-chi bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun biz mana buni minib yuraveramiz. Qani endi ikkalasini qo'yaylikchi mana bularda. Mana shularni qo'yaylik parga. Sal jicha ko'tarib qo'yaymi? Jicha ko'tarib qo'yaymi? Hozir. Qurilishni masof keladi. Sal ko'tarib qo'yay, tuxumni olishimiz osonroq bo'ladi. Hop, hozir. Mana bunday qilamiz. Yana nima? Hozir. Adobe. Mana bundan bir ikkita yasaylik. Sal bunday teparoq ko'tarib qo'ysak, tuxumni olish uchun ketiga kirib chiqyapmiz. Mana shunaqa bo'lmaydi-da. Qani? Ters. Bu tarafga qilmoqchi edik, brat. Unaqa qilish niyat yo'q edi, men. Uzr, hozir boshqatdan. Qani? Mana shunaqa edi. Ana shunday edi. Qani? Yo'q, to'xta. Menimcha egardi kerak yo'q. Baqilamiz. Ana, o. Chotki, mana shu tuxum yengil-astga tushib beraveradi o'zi. Qani, haya makapa ham bosinglarchi bir ko'rishchi. Qani, bulardan chiqqan bola. Menimcha bulardan chiqqan bola ham shu 238 bo'ladi. Vahima bo'lmaydi. Faqat bitta ko'raylik qani, mana bilan solishtiramiz. Ana o'rtoqlar. Eng yuqori levelli Argentevslar ushab ko'paytirdik. Zo'ra. Tavakkani 21. Ozgina qoldi. Ana shunaqa. Menimcha yaxshi bo'lim bo'ldi. O'tgan nimada streamda mehnat qilib qo'yganlarim nima desa bo'ladi, ish berdi. Qarang, shuncha narsani qilib olish oson emas. Bratlar tug'yot. O'zinglar tushib ketmasanglar bo'ldi. Men o'zinglardan xavotirdaman. Yig'ilyapti o'sha polimer ham muammo emas. Qani? Oyimcha to'xtaymi? 47. Ozgina poylaymiz endi shatda. Mana 90 dan o'tdi. Endi bu yoqqa paylasak bo'ladi, video olsam bo'ladi degan ma'noda. 97 davay. Uje plip. Hoppala, rosa tushirib berdi, rosa kerak joyga tushirdi. Passivga qo'yib qo'yaylik, yana tushib ketishmasin. Yengil
Tirs yerga tashlaymiz. Davay. Inkubatsiya tezligini qarang. Zo'r. Yaxshi. 238 aytdim, vahima bo'lmaydi. 200 ammo rangi yo'qdi. Wow. Erkak ekan, rangi ham juda chiroyli ekan. Sendan chiroyliroq, to'g'risi. Sendan kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin sendan chiroyliroq. 10 dan 20 dan qo'shilsa stamina haqiqatdan ham. 1300 edi staminasi, uni staminasi. Yo'qdi mana. Mana olach bor va o'zim xohlaganday Argenteus topib oldim. Hop, yaxshi. Buni ham nimaga qo'yamiz? Musorga qo'yamiz. Tak. Mana bu yoqqa qo'ysak, bitta imprint va uje mana bu arjilarda anaqa qilsak bo'laveradi. Uje kerakli payt ishlataveramiz. Uni to'g'dirib tashlashni kerak yo'q. Yoki ichga qo'yib beraylik, bir 10 tacha tuxum. Bunaqa desam tuxum yig'aradigan apparatimizni ham ishlatib olmayapti-da. Ha? Nima bu? Nimaga buni bosib olmayapti? Ha, bo'ldi, mana bo'ldi. Bo'ldi, mashina minamiz mana shu. Bo'ldi. Demak, to'xtab turaveradi bular. O'rtoqlar, mana uje kuchli Argenteusimiz bor 238. Bu qarang, hech qanaqa hali ochko bermagan holatda 238. Buni kuchaytirsak, o 300 dan o'tib ketadi va normalniy jangchi bo'ladi bu. Normal, uncha ajdarning ichidan bizni olib chiqadi. Demak, keyingi bo'limlarda shu ajdarholarni kutsak bo'laveradi, ha? Ajdarholar tuxumini o'g'irlash bo'limlarini kutsanglar bo'ladi. Tomosha qilganlar uchun katta rahmat. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Albatta videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kuningiz yaxshi o'tsin.